Oyim topgan qiz masjidda ishlar ekan. Hozir ko'raman, yo'qsa sirazi to'y qo'rmoqchiman o'rtoq. Men nima qilaman bu yerda? Ya o'rtog'i ham bor. Sen uni ko'r, gaplash, senga ham yoqib qolsa qo'shaloq to'y qo'ramiz, radmi? Chiroylimi? Voy, bitlab ketdimmi? Nima balo? Yaxshi. Ko'rasan-da. Bo'pti, yur. Assalomu alaykum, Shohsaroy qurilish kompaniyamizga xush kelibsiz. Yuring, tanishtiraman. Assalomu alaykum. Yo, menga uy kerak emas, og'aynim bilan prosta kelganman. Yuring unda choy pay ichib turasiz. Sizga Shohsaroy Towers loyihamizni tavsiya qilaman. Mirzo Ulug'bek rayon, Parkent ko'chasi, Eron elchixonasi ro'parasida joylashgan. Yoshligingizdan shunaqa gapirasizmi? Yo, gapiravering. Sizga choymi, kofemi? Menga choy, sizga iltimos zivachga chayni oling. Sindoshlar va mana shunaqa simdan kulardi. Hozir. Shohsaroy Towers loyihamizdan xonadon xarid qilsangiz, 2 qavatli avtoturargoh, elektromobillar uchun elektrostansiyasi mavjud. Mazza qilib foydalanasiz. Maktabda shpagat ochaman deb ishtonim yirtilib ketgan. Yana bolalar maydonchasi, kuzatuv kameralari, qulay lift, zamonaviy dizayn va eng asosiysi Yevropa mahsulotlaridan qurilgan xonadonga ega bo'lasiz. Ozod ketinglar, ani opa menga yoqmayapti. Ozgina amallab tur, oz ketamiz. Voy, mana serial oxirigacha ko'rmadik-ku, aşkım, yuring. Nechta xonali xonadon xarid qilasiz? Aşkım!